anaqa odamlarda siz hozir qanaqa, misol uchun nima ценности, values degan narsa bor-ku, siz odamlarda qanaqa valueslarni eng ko'p qadrlaysiz? qadrlaysiz? Manimcha birinchi samimiylikni, ochiqlikni, anaqa ko'p hozir qanaqadir bir maskali taqishga harakat qilishadi odamlar, ya'ni o'zini qanaqadir ko'rsatishga harakat qilishadi, yoqtirmayman. Bilinadi deb, ana yolg'on anaqa maska sразу bilinadi. Men menga unaqa qarayapsiz. Tushundim. Siz kompetensiyadan ko'ra birinchi samimiylikka qaraysiz-da odamlarda. Bu narsa kompetensiyalar keyingi. Mana odam, misol uchun sizlar shuncha proyektinglar bor. Doimo anaqa olsanglar kerak, odamlarni ishga olsanglar kerak-da. Siz misol uchun qanaqadir prosesda siz ham olasiz o'sha odamlarni, katta to'plarni yoki nimani. Siz o'shanda xuddi shunaqa qaraysizmi yoki ularda boshqacharoq qaraysizmi? Imenda xodimlarda. Odamlarda xodimlarda. Men xodimlar olayotganimda, men qaraydigan joyga yetib kelganda, o'sha kompetensiyalar emasda, ko'proq men o'sha odamiylik tomoniga qarashga qoladi-da, menga-da, tushunyapsizmi? Menga o'sha muhim. Mana kelganda intervyuga-da u kompetensiyalarni boshqalarni o'sha rezyumeda, birinchi intervyularda qanaqadir filtrdan o'tib keladi, misol uchun. Bo'lmasa kelmasdi-da, tushunyapsizmi? Men uni qiziqib so'rab ko'rishim mumkin, ya'ni qayerdadir ya'ni ko'lashtirib masalan. Bo'ladi shunaqa. Bir xillarda kompetensiyasini ham aniq qilmaydi. Bir xillarda zo'r kompaniyani yozib qo'yadi-da, lekin u kompaniyada ishlagani hech narsa emas. Chunki zo'r universitetda yozib qo'ygan bo'ladi. Masalan, qanaqadir bir Amerikaning bir yaxshi universitetda o'qigan, lekin bundoq qarasangiz, o'qigandan boshqa hech narsa topa olmaysiz-da, tushunyapsizmi? То есть siz kelganda o'sha ximiyani qaraysiz-da, siz bilan oranglarda qanaqa bo'lishini qaraysiz-da. Yaxshi tushundim.